Xullas, hozirgi obzorimizda объемli oyoqli uchun bo'ladi. Misol uchun nozik oyoqli opalarimiz bor, singillarimiz bor. Oyoqlari dom boqqina bo'lgan opa-singillarimiz bor. To'g'rimi? Shunaqa opa-singillarimizga hozir oyoq kiyimlarni obzor qilib beraman. Ya'ni homilador opa-singillarimizning ham oyoqlari dom boqqina bo'ladi. Shunaqa oyoq kiyimlarimizdan olsanglar, meza qilib kiyasizlar. Model ko'p, xavotir olmanglar. Bemalol mazza qilib tanlayverasizlar. Oxirigacha ham ko'rsanglar, bir-biridan chiroyli variantlarini topasizlar. Razmerlarimiz 36-razmerdan 40-razmergacha. Mana mashlar ham zo'r. Hammasini podushasi mana shunaqa balandgina. Ko'ra zamoshli desanglar, zamoshli, kojali desanglar, kojali.